Bizni xodimlar tushsa mayli, bemorlar tushsa ertaga muammo bo'lmasligi uchun men kendim foydalanaman doim. 7-8 yildan beri foydalanasiz ya'ni. Asosan bemorlarimiz kuniga 5000, 10000 qadam yurish kerak. Ya'ni boshqa lift bormi? Ular tarafda bor. Nari tomonda bor. Foydalanasiz. Ha, Sizlarga o'xshab bizga murojaat qilishganda biz buni ko'rsatib aytardik. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz aynan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p muhokama sababchi bo'lgan, ya'ni Parsda joylashgan Sahr больницадamiz. Xalq tilida gapirganda bitta akamiz chiqibdilar ijtimoiy tarmoqda. Mashinada o'tirib olib, akamiz liftni muhokama qilgan ekanlar bu joyda. Biror marta mana shu kasalxonaning lift ishlayotganini ko'rmaganman. Bu kasalxonaga faqat kasal insonlar keladi. Aka, unaqa qilib muhokama qilinmaydi, liftlarni ham, boshqa muhokamalarni ham unaqa qilinmaydi. Ya'ni kirib o'rganiladi. Nima sababdan ishlamayapti? Ashlagacha e'tibor berib va sababini so'rab muhokama qilinadi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga joylanadi. Biz hozir kirib o'rganamiz, batafsil ma'lumotlarga hammasiga sizlarga yetkazamiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz ishlaysizmi? Xo'p, biz ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan lift bo'yicha o'rgangan keldik. Ya'ni lift ishlatdim, ishlamatdim, shuni bilgan keldik. Faqat rahbariyatdan ruxsat olishimiz kerak, ogohlantirishimiz kerak. Nima uchun anonim kasallarimiz ham bor, ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketsa, ular o'rtamizda muammolar bo'lishi mumkin. Rahbariyat ogohlantirib misin? Do'stlar ko'rib turibsizlar. So'raymiz işte, so'raverasiz, mayli. Xonani chaqiribdilar? Bo'lsa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz ijtimoiy tarmoqdan keldik. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan lift to'g'risida problema bo'lgan. Uni o'rgangani keldik. Haqiqatan ishlatdim, ishlamatdim. Hop, endi bu yerda bemorlar davolanadigan joy bilasiz muassasa. Bizni xodimlar tushsa mayli, bemorlar tushsa ertaga muammo bo'lmasligi uchun o'sha uchun bir rahbarimiz oldidan o'tib qo'yamiz. Keyin qonun doirasida nima o'rganish bo'lsa, o'rganib, o'sha lift boshqa masalalar bo'yicha ko'rishinglar mumkin. Bu liftlar doimiy ishlaydimi? Bu liftlar bemorlar uchun ajratilgan, doimiy ravishda ishlaydi. Orada bir ta'mirtalab vaqti bo'lib qoladi. Shu paytda biz ta'mirlashlar olib borayotganda mana ikkinchi liftdan foydalanamiz. Bu yerda katta lift bor mana. Ikkinchi liftimiz, kattasi. Mana shundan foydalanamiz. Mana da izolyatordan olib kirib, bo'limga olib chiqib o'tkazamiz. Ikkinchi reanimatsiya, keyin xirurgiya bo'limi bor, keyin 3-4 bo'limi bor. Shu bo'limlarga bemorlarni olib chiqamiz. Hech qanaqa muammo yo'q. U remont bo'lgan paytda bundan foydalanamiz. Endokrinologiya markazida lift 2 ta. Tushunarli. Liftdan foydalanamiz. Asosan bu bemorlarni TVda yuqori etajda davolanayotgan bemorlar uchun bu lift. 3-4 etajga chiqishadi bemorlar. Fizioterapiya olishadi, podvalga tushadi. Bu yerda kardiolog, okulist, nevropatolog ko'ruvdan o'tayotgan vaqtida o'sha liftdan foydalanishadi. 3 dan ortiq odam olib bo'lmaydi. 3 kishidan ortiq chiqsa, odam chiqdi. Hozir odam chiqib ketdi. Hozir mana 4-etajga chiqadi bu. Mana vrach og'ir bemorlar uchun, mana og'ir bemorlar, vrachlar uchun, xodimlar uchun bunda 3 mahal ovqat olib chiqishadi bemorlarga. Kuruvga tushishadi. Mana xirurg xonasiga, okulist, endokrinolog, nevropatologlar xonasiga kirganda bemorlar kuruvga tushishadi. Mana 4-etajga chiqdi, mana ishlab turibdi. Soz holatda. Opam nazorat qilib turadi. 3 kishidan ortiq odam chiqarmaydi. Perigruz bo'lib ketadi, yana ta'mirlashga to'g'ri kelib qoladi, yana buzilib qoladi. Bu endi biz qandli diabetda asosan bemorlarimiz kuniga 5000, 10000 qadam yurish kerak. Agar chiqib tushilsa, yosh katta bo'lmasa, keksa bo'lmasa, bola o'smir bo'lsa, bemalol palapondan chiqib foydalanishadi, chiqib tushadi. Ikkita eshik bor, u tomondan ham, bu tomondan ham bemalol chiqib tushish mumkin. Yosh katta keksalarga albatta liftdan foydalanamiz. Liftimiz ishlab turibdi mana. Ko'rib turibsizlar. Soz holatda. Orada to'g'ri remont bo'ldi, ta'mirladik, endi mana ishlatib qo'ydik, tayyor. O'sha kunga murojaatda sizlarga o'xshab kelib, bizga uchrab, mana lift muammosini o'rgansa bo'ladi-yu. Shuning uchun hozirgi kunda mana lift ishlab turibdi. Bemorlarga birinchi va ikkinchi ikkita liftdan foydalanishmoqda. Hech qanaqa muammolar yo'q-ku. Sizlarga o'xshab bizga murojaat qilishganda biz buni ko'rsatib aytardik. Savollarga javob berardik. Mayli. Assalomu alaykum. Otaxon bir og'iz so'rasam maylimi? Bu shu lift doim foydalanasizmi shu liftdan? Shu yerda bir 7-8 yildan beri yotamiz.
Ben kendi foydalanaman doy. 7-8 yildan beri foydalanasiz Ha. ya'ni. Xo'p, bu lift remont bo'lgan payt, mabodo endi yarim soat, 1 soatgami, 1-2 kungami remont bo'ladi. Bo'ladi. Texnikada endi. Texnika. Narigi liftdan foydalana olasizmi siz? Borib kasallik vazminligimizni qarab aytsalar, olib chiqib, shu qo'yadi. Dabdusdan kelib qoldim, bor gapiga bitdim mana. O'shangacha aytmanda. Xizmat yaxshi. Bu bo'lmasa, mana doktorlar bilishadi. Nariga borib turib, iltimos qilsa hammasi bo'ladi. Demak, shuni rahmat sizga. Bo'ldi. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p. Oka doim mashlikdan foydalanasizmi? Pastga tushib chiqadigan bo'lsam kelaman, ha, doim ishlaydi. Ya'ni bu больницада qanchadan beri yotasiz? Qancha yildan masalan 10 kun, 15 kun. 3-chi yil. Bu yil 3-yil. 3-chi yil ishlaydi. Nima yotishib. Og'ir kasallarga, bemorlarga, yosh katta ulug'larga doim ishlatadi. Doim ishlaydi. Doim ishlaydi. Qanaqa problema tug'dirmadimi? Yo'q. Yaxshi. Chiqma, boshqa qilma Yo'q, deyishdi. nima deyishmaydi. Demaydi, bir kishi turardi, ko'rinmay qoldi bo'lib. Pastdan Ya'ni bu lift remont bo'lgan payt mabodo endi deylik. Siz qayerdan foydalanasiz? unda juda og'ir holat bo'lsa, ana nimasida o'zi olib tushadi. Qanaqada. U holat bo'lmagan lekin menda. Yo'q, ya'ni boshqa lift bormi? Ular tarafda bor. Nari tomonda Ha, bor, Shundan bor. foydalanasiz. Ha, bunga kelsam, bunga yo'qolsa, nima qayerqa yursam, uch tarafga ketmoqchi bo'lsam, shundan foydalanaman-da. Ko'proq narigindan bunga ham kelaman. Yaxshi. Muomalasi yaxshi bola bitta o'spirin bola turadi. Yaxshi nima qiladi hammani. Rahmat sizga. Endi biz qo'shimcha liftdan foydalanib, ya'ni pastga tushamiz. Ya'ni qo'shimcha lift haqiqatdan ishlaymi, ishlamaymi bilamiz. Lift keldi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Sablarda ishlaydi? Ishlar. Dopering. Ha? Ichiga tushadi. Biriga. Biri ketadi. Ha? Ko'rib turamiz, ishlatdi. Yana biriga tushibdi. Mana siz aka, lift o'rakasiz. Batafsil ma'lumot bersangiz lift to'g'risida. Lift to'g'risida постоянно ishlab turishi, sonda o'chgan issiqni ba'zida yo'qlab turamiz. Yo'qlangan issiqni yarim soat o'chadi. Narigisini ishlatib turamiz. Bunaqasini issiqga. Boshi o'sha yo'qlangan holatiga ozmoz yarim soat to'xtash mumkin-da. Mana do'stlar ko'rib turibsizlar, aynan o'sha больницаdan kelib xolis o'rgandik va u okani maqsadlarini men bilmayman, tushunmayman to'g'risi gap. Ya'ni xalqqa yaxshilik qilishmi yoki haqiqatan ham bu больницani yomonlashmi? Men u niyatlarini tushunmayman to'g'risi gap. Agar xalqqa yordam qilish bo'lganda kelib o'rgansalar bo'lardi. Ras ishlamayaptimi? Sababini so'rab, meni so'mga qilsalar bo'lardi. O'sha narsani. Bulusi remont bo'lgan payt bulusi ishlar ekan, bulusi remont bo'lgan payt bulusi ishlar ekan. Eng qizig'i lift bitta emas ekanda. Men bu videoni ko'rdim, lekin darrov kelib, mana sababini so'rab, qarshilik ham qilishdi, videoga olma, boshqa qilma degan. Lekin baribir blogerlarga, ya'ni jurnalist blogerlarga so'rab, intervyu qilsa bo'ladi. Bir sababini so'rasak bo'ladi. Yaxshini yaxshi deymiz, yomonni yomon deymiz. O'zingizlar ko'rdinglar. Salomat bo'linglar.